Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Aziko emas, Hardir va bugungi videomizda yana qaytadan hardcore ochaveramiz. Yangi videoda yangi va mirimizni ochamiz. Let's go. Yo, meni qo'limga nima bo'lgan o'zi? Va resurs packlarni to'g'riladim endi va to'g'riladi. O'hoy, ozgina qotishlar bor, ozgina emas, anchagina bo'ldi. Endi adashmasam qotishlar yo'q qoldi. Va biz sahroni o'rtasida ekanmiz, tez rivojlanishimiz kerak. Nimaga tez? Chunki mening vaqtim oz. Shuning uchun tez rivojlanamiz. Va xaritaga ozgina ko'z tashlasak, mana bu yerda piramida bor ekan. Piramidada loot kerak bo'ladi albatta. Va mana bu yerda jungli ham bor ekan, bizga daraxt juda ham kerak. Va tez bo'lmasam boramiz. O'sha piramidani oldiga va tezroq piramidani o'maramiz. Boshqa nima ham qilardik? Va mana piramida ham ko'rinishni boshladi. Va endi ichiga tez kirib lootlarni olib chiqamiz albatta. Va tez kirib biz lootlarni tezroq olishimiz kerak. Voyey. Xo'p, endi tezroq yo'q. What the hell? Nima bo'ldi? Orqadan creeper kelib meni jonimni achitib ketdi, haromi. Xo'p, boshqa mir ochaveramiz, vobshe qizig'i yo'q. Va cho'tam juda ham omadli bo'ldi menimcha bu set. Juda ham chiroyli ko'rinyapti nimadir. Naqd qishloqni oldida spawn qildi, juda ham yaxshi. Bu bizga anchagina foyda keltiradi albatta. Va endi bizga yana daraxt kerak bo'ladi, daraxt. Daraxt yana qayerda bor? Teparoqda bo'lishi kerak menimcha. Va teparoqqa chiqamiz. Juda ham nima desa bo'ladi, chiroyli, tog'li va omadli joylar ekan, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Va ana bu yerda daraxt bor ekan va uni chopib olamiz. Anchadan beri Minecraft o'ynamayotganim sababli unchalik ham tez craft qila olmayman, to'g'risi. O'zimizga bitta versak nimana kirka taxtali va tez toshlarni qazilaymiz. Tez qazib olishimiz kerak. Bizga juda ham toshlar hozir zarur. Aytganimdek, meni 1,5-2 soatgina vaqtim bor. Shu vaqtning ichida men juda ham katta va chiroyli uy qurmoqchiman. Va menga 15 yoki 16 ta tosh yetadi, 16 ta. Xo'p, yaxshi. Endi nima bo'lyapti? Va chiqib olamiz. Xo'p, endi biz sekin rivojlanamiz har doimgidek. Uyga va temir qaziymiz, gorga tushamiz shunaqa. Yo'qchi vijvana qilamiz hozir. Xo'p.
Birinchi o'rinda qishloqni loot qilib olamiz. Ana u yerda ham qishloq bor ekan, juda ham yaxshi. Bizga plyusga ishlaydi. Kelajakda albatta kerak bo'ladi bizga. Qishloqni ozgina titib chiqib, ancha-muncha loot qilib oldim. Endi esa mana bu somon bloklarini yoki deb pichami, bilmadim. Shularni sekin olib olamiz. Bizga non tayyorlashga, ya'ni ovqat uchun juda ham kerak bo'ladi. Va mana bu pastga tushdimmi men? Yo'q, adashmasam tushmadim bu yerga. Xo'p, nimalar bor ekan bu yerlarda? Xo'p, men qishloqni aylanayotib, mana bu yerdagi kutubxonani ko'rib qoldim va bu yerdagi kitoblarni o'qib albatta shart. Chunki bilasizlar, kitob juda ham kerakli narsa. Kelajakda bizga juda ham katta foydasi tegadi bu kitoblarni. Qo'yni juda ham omadi bor ekan. Birinchi sarmab temir qoldi, ikkinchisini ham chopib olamiz. Va endi o'zimizga uy qurishga juda ham chiroyli men joy topib qo'ydim. O'zi meni ko'zimga juda ham chiroyli ko'rinyapti. Mana bu sakura desam, sakurami nima? Qandaydir daraxt, shu joydan qurmoqchiman. Men uyni juda ham chiroyli tipa tog'ni ustida kattagina uy quraman. Qishloqdan ham hamma joydan har qanaqasiga juda ham chiroyli, ko'rkam ko'rinadi shu sababdan. Va o'zimga ham joy yoqdi. Shuning uchun shu yerdan qurmoqchiman. Avval esa g'orga tushamiz. Xo'p, undan oldin ozroq narsalarni epaqaga keltirib olishimiz kerak. Xo'sh, ovqat va balobatlar narsalar, temirlar va o'zimga albatta shit yasashim kerak. Va mana shit va boshqa narsalarni tayyorlab oldim, bir qo'l uxlab ham oldim. Endi menimcha shaxtaga tushishga bemalol tayyorman. Va ana bu yerda temirlarni ko'ryapman men. Va yomg'ir ham yog'ib yubordi. Aksiga olib, men yomg'irni juda ham yomon ko'raman. Chunki butun ekran piksellarga to'lib ketadi va bu yerda ham temirlar bor ekan va mana men pastga ham tushib oldim. To'g'risi kesib tashlayapman. E'tibor bermaysizlar, video juda ham uzun bo'lib ketdi shu sababdan. Va mana bunaqa stalagmitmi, bilmadim. Ikki xil bo'ladi adashmasam. Pastda o'sadigan stalagmit, tepadagi stalagmitmi shunaqa bo'ladi. Yoki adashtirib olgan bo'lsam uzr albatta. Bunaqa narsalar albatta menga lava ferm uchun juda ham kerak bo'ladi. Ya'ni kelajakda asqotishi mumkin bo'lgan har qanday narsani men olib olishim kerak. Chunki men yana tushib izlay yurgim kelmaydi, to'g'risi. Juda ham erinchoq odamman. Xo'p. Endi sekin tushib olamiz. Va mana bulardan juda ham ko'pgina olib olgan yaxshi. Shunchaki dekoratsiyaga ham juda ham kerak bo'ladi bu. Va mana bu yerda temir ko'rgandek bo'ldim men. Va bu yerda temir bor ekan va bularni ham olib ketamiz albatta. Va yana bor ekan, bizga juda ham kerak temir hozirgi holatimizda albatta. Va g'orning ichkarog'iga tushib ketishimiz kerak, chunki bizga almazlar plus ko'proq bitsa bo'ladi. Ko'mir, temir, almaz va yana bir nechta redstone, lazuritlar juda ham kerak, chunki kelajakda asqotadi.
Va bu yerlarini tezlashtirib yubordim. O'zinglar ham ko'ryapsizlar. Temirlar, almoslar, balovatlarlar hammasidan to'pladim va mana men g'ordan eson-omon tirik chiqay. Mening qo'noq ishalik qildi va chiqib oldik. Nimaga bular qo'yilmayapti? Hozir shunday qo'yildi. Xo'p, rosa uy quradigan joyimni tepasidan chiqibman. Va nima desam bo'ladi? Men shu yerdan uy qurishni rejalashtirayotgan edim. Va mana shu yerdan uy qurmoqchi edim men. Xo'p, birinchi o'rinda temirlarni qizdirib olishimiz kerak. Va shu yerda bir kunni o'tkazib yuboramiz desam, demoqchi bo'lsam, yo'q, hali beri uxlasa bo'lmas ekan. Xo'sh, endi o'zimga bitta sinib ketgan edi boltam ham. Miya qisib qolyapti. Xo'p, bitta temirli boltani yasab, endi biz bitta uxlab olamiz, chunki ertaga men daraxt chopishim kerak. Juda ham ko'pgina daraxt kerak bizga. Chunki men juda ham katta uy qurmoqchiman. Katta uy uchun katta va ko'pgina materiallar kerak bo'ladi. Materiallarni bo'lsa, qo'lda to'plashga to'g'ri keladi. Va tezroqda to'plab olishim kerak. Juda ham ko'pgina daraxt. Va yetarlicha emas-u, lekin shu toshli taporimiz singunicha daraxt chopdim. Va endi to'g'risini aytsam, bu yerlarga uy qurgim unchalik ham kelmayapti. Chunki nimagadir g'alati qishloqdan ko'rinadigan bo'lib turishi kerak. Qishloqda bunday tepada katta chiroyli uy bo'lsa, bunday ko'rinib tursa juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Shu sababdan men sal boshqa joyga qurmoqchiman. Ploskiroq, ko'rinarli va chiroyli joyga, lekin shu tog'ga quraman albatta. Xo'p, kerak narsalarni tezda tashlab yuboramizda. Endi bitta lapata ham tayyorlab olishim kerak men o'zimga. Undan oldin bo'lsa, to'g'ri men sandiqda cho'pak ko'rgandek bo'lgandim. Tayyor, cho'pak nima qizig'i bor? Bitta almosni kirka yasab olamiz. Va men mana shu yerdan uyimga yaqinroq joydan bitta shaxta, o'zimga alohida shaxta qurib olmoqchiman. Mana shu yerdan. Xo'p. Kattaroq, chiroyliroq va shaxta, oddiygina shaxta. Xo'p, endi bitta uxlab turardik, o'yinga ham bitta kirib chiqardim. Xo'p, endi men o'zimga shu chiroyliroq joy topishim kerak, uy qurish uchun albatta. Va
tezroq bu ishni qilmasam bo'lmaydi. Xo'p, undan oldin bitta o'zimga shunday lapata tayyorlab olaman. Makillab qolyapman nimagadir. Va menimcha mana shu yer to'g'ri kelsa kerak. Ham chiroyli va o'sha hozir narsalanib turgan joyga ham kichikroq omborxonami biror narsa qurib qo'ysam bo'laveradi. Xo'p, endi esa bu yerlarni tekislab chiqaman. Xo'p, bir necha soniyalik kadr bo'ldi, lekin men bu yerdan anchagina azoblandim. Xo'p, bitta uxloramiz bo'lmasam. Qonyapti va erta kundan tezroq uyni qurilishini boshlashimiz kerak va mana men tekislagan joy juda ham tekis, ploskiy qilib tashladim o'zi ham. Va birinchi uyimizning maketini tayyorlab olamiz. Va bunaqa liniyaga to'g'ri bo'lib qolishi ham unchalik ham bo'lmaydi. Va menimcha shunaqasi yaxshiroq. To'rt burchak oddiygina korobka quryapman, korobka. Unchalik ham hali zo'r hashamatli bir qasr quradi deb o'ylayotgan bo'lsanglar adashasizlar. Men unaqa quruvchilik nima desa ular quruvchilik bo'yicha mutaxassisligim umuman yo'q. Shu sababdan oddiyroq uy quraveraman. Menga bo'laveradi. Qasrda ham yashayman, baribir ham bu yerda ham yashayman. Oddiygina qasrda ham masalan nima desa bo'ladi? Chiroyli ko'ringani bilan ichi bir xil bo'ladi masalan. Bitta skalat, verstak, sehrlash stoli, yotoq bo'ldi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi uyda. Ayniqsa hardkorchilar tushunadi buni. Chunki boshqa hech narsa kerak emas-da. Tepangda mop ferma bo'lsa, boshqa alomatlar avtomatik fermalar qurib tashlayman hali. Va toshlarni va eng qizig'i bir narsani aytishdan chiqdi. Men toshlarni pishirishim kerak. Ya'ni o'zini stone, oddiy cobblestondan maydalangan toshdan oddiy toshga aylantirish uchun bularni pishirish kerak. Kim bilsa deb aytib qo'yapman. Nimaga desangiz, men uyni devorlarini shunaqa toshdan qilmoqchiman. Chiroyli aralash tosh bo'lsa, juda ham chiroyli bo'ladi albatta. Va juda ham ko'pgina tosh qazdim va yana qaytib chiqyapman tepaga. Va ancha toshlar o'zi pishib bo'lishibdi. Va endi uyni qurishni ham boshlasak bo'laveradi albatta. Bilaman hozir sizlar umuman olganda po'xta ham tushunmayapsizlar, chunki bu qilganlarim to'g'risini aytsam o'zim ham unchalik ham yaxshi tushunganim yo'q. Qarochi bolalar video 3,5 soat bo'lib ketgan. Juda ham cho'zib tashlaganman to'g'ri. Va shu sababdan video unaqa uzun bo'lib ketsa ham ko'pchilik ko'rmaydi. Shu sababdan tezlashtirilgan hozir sizlar 39 va 70 x da ko'ryapsizlar. Va maza qilinglar, miyanglar ham o'zi nima qilayotganinglarni qabul qilmasdan qiynalsin.
va bolalar men juda ham ko'p ish qilganman. Shu sababdan ko'pchilik nima qilganimni tushunmasa ham kerak va men ikkinchi qismda shu tezlashtirilgan kadrlar orasida nimalar bo'lganini tushuntiraman. Bu videoni esa tezlashtirib tashladim. Va bolalar anchadan beri video chiqmayapti, chunki men Orolda 100 kun deb bitta juda ham katta hardcore ochgandim. Shu sababdan video chiqmayapti. Hammaga xayr va hammaga rahmat.